Asli uçları ko'rsangiz, uchinchi taraf ketdi. Assalomu alaykum, hurmatli hakamlar hay'ati, apparat komanda, jamoa va men pozitsiямni boshlashga tayyorman. Hop, birinchi savol. Issiqdan o'layotganlar va yangi viruslar nima bo'ladi? U bo'yicha nima javob bera olasiz? Issiqdan o'layotganlar. Xo'sh, issiqdan o'layotganlar va meni javob bera olishim. Hurmatli opponent jamoa, Karl Popper debatlariga yuzlanadigan bo'lsak, meni shaxsiy fikrimni so'rashga sizda haqqingiz va meni uni javob berishga huquqim yo'q. Bo'lasiz. Ya'ni meni javobimni shaxsiy fikrimga qiziqyapsiz. Issiqdan o'layotganlarga qanday manba orqali javob bera olasiz? Hozirgi kunda issiqdan o'lish, ya'ni siz aytayotgan savol bo'yicha meni javobim. Sizning, ya'ni hurmatli opponent jamoaning zamon va makon nuqtai nazarini kelib chiqargan bo'lsak, shu yil iqlim bilan bog'liq ofatlar, issiqlik, bo'ron, qurg'oqchilik, suv toshqini sababli o'limlar taxminan 98% ga kamaygan. Bu bizda juda katta ko'rsatkich va o'lim soni kamayayotganini isbotlaydi. Bunga esa rasmiy manba esa newyorkpost.com javob beradi. Muz erib dengiz ko'tarilsa millionlab qochoqlar nima qiladi? Muz erib dengiz ko'tarilsa, ya'ni meni shaxsiy fikrimni so'rayapsiz, hurmatli opponent jamoa. Ko'tarilsa, shunday holat sodir bo'ladigan bo'lsa, bu vaziyatda ular nima qilishi mumkin? Savolingizni takrorlang, hurmatli opponent jamoa. Keyingi savol. Agar iqlim o'zgarishi tahdid bo'lmasa, nega dunyo davlatlari va United Nations, ya'ni BMT millatlar resurslarini bu muammoga yo'naltirmoqda? Hozirgi kunda meni tadqiqotlarim shuni ko'rsatadiki, siz aytayotgan davlatlar, xususan bunga misol bo'la oladi Markaziy Osiyo va siz hozirda o'zingiz qo'ygan zamon makondan chiqqan holatda mayli men javob beraman. Avvalambor o'zingizning savolingiz o'zingiz zamon makoningizdan chiqdi va men javobim shunday bo'ladi. Sun'iy ong bunday katta xavf katta global falokat ehtimoli 3,6% va insoniyat yo'qolishi 1,56%. Ya'ni hozirgi kunda siz aytgan rahmat. Biz vaqtga bo'ladi, ikkinchi spiker. Olta taraf bor, konferensiyaga boshlaymiz. Tayyorlansangiz uchun ajratilgan 4 daqiqa vaqt ketdi. Assalomu alaykum. Men tasdiq jamoasining ikkinchi spikeri Dostonbek Zokirovman. Mavzu iqlim o'zgarishi kelajakka tahdid, pozitsiyamiz tasdiq. Yana bir marta assalomu alaykum muhtaram hakamlar hay'ati, aziz tinglovchilar va muzliklar erishini yangi kurortlar ochilishi deb atashga tayyor bo'lgan opponent jamoa. Opponent jamoani chiqishlarini tingladik. Ular iqlim o'zgarishlari tabiiy sikl yoki AIdan ko'ra xavfsiz emas, o'simliklar uchun o'g'it kabi iqtisodiy imkoniyat kabi muhim atamalarni atashdi. Birinchi spikerimiz ularning bu xayoliy dunyosiga birinchi zarbani berdi. Endi esa men ularning qolgan ertaklarini yakson qilaman. Birinchi reportajimga keladigan bo'lsak, ular o'rta asrlardagi iliq davrlar haqida gapirishdi. Hurmatli opponent jamoa, farq tezlikda tabiiy sikllar minglab yillar davomida sodir bo'ladi va ekotizim moslashishga ulguradi. Biz esa atigi 150 yil davomida, 1,1 darajaga ko'tardik haroratni. IPCC ma'lumotlariga ko'ra hozirgi isish tezligi so'nggi 2000 yildagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Karbonat angidrid konsentratsiyasi so'nggi 800 ming yildagi eng yuqori darajaga yetdi. O'rta asrlarda iliq davr global emas, mintaqaviy edi. Hozirgi isish esa butun sayyorani qamrab olgan. Bu xuddi selga tushayotgan zinapoyadan yiqilish bilan samolyotdan tushish o'rtasidagi farqdek. Tabiiy sikllar va inson faoliyati natijasidagi isishni solishtirib bo'lmaydi. Va opponent jamoamiz bizga AIdan ko'ra iqlim o'zgarishi kelajakka tahdid emas, undan ko'ra AI tahdid deb aytdi. AI aksincha iqlim o'zgarishi inson omili natijasida vujudga kelmagan. Aksincha biz AIni boshqara olamiz, ammo global isishni yoki global iqlim o'zgarishini biz foydalana olmaymiz. Chunki AI, ya'ni sun'iy intellekt to'g'ridan to'g'ri inson omili vositasida yaratilgan. Global esa bu tabiiy sodir bo'ladigan insonni to'g'ridan to'g'ri ta'sir ko'rsata olmaydigan hodisadir. Yana bir marta bunga e'tibor qilamanki, energiya AI bizga yordam beradi. Energiyani tejaydi va ortiqcha energiya sarfini oldini olishda biz foydalanishimiz mumkin. Va undan tashqari AI bizni sun'iy intellekt
iqlim o'zgarishidagi prognozlarga juda ham katta yordam beradi. Manba milliy tadqiqotlar va Google DeepMind resurslarini tadqiqotlarini ko'rishingiz mumkin. Endi esa birinchi spikerimiz boshlab bergan argumentlarning yangi dalillari bilan mustahkamlayman. Birinchi argumentimiz fizikaviy o'zgarishlar va metan bombasi. Birinchi spikerimiz Afrikada muzlar va metan xavfi haqida gapirdi. Lancet jurnalining 2024-yilgi sonida ta'kidlanishicha, muzliklarning erishi nafaqat metan, balki ming yillar davomida muzlab yotgan qadimiy viruslarning ham uyg'otishi mumkin. Nature jurnali tadqiqotiga ko'ra, muzliklardan ajralib chiqayotgan viruslarning 99.9% ilm fanga noma'lum. Biz COVID-19 dan zo'r omon qoldik. Muzliklardan chiqadigan noma'lum patagonlar, oldin tibbiyotimiz ojiz. Patagonlar ya'ni noma'lum modda, bakteriyalar. Bu vaqt bombasi. Ikkinchi argumentimiz iqtisodiy va xavfsizlik tahdidlari. Birinchi spikerimiz iqtisodiy zarar va suv urushi haqida gapirdi. Jahon iqtisodiy forumining 2025-yilgi hisobotiga iqlim o'zgarishi global xavflar ro'yxatida birinchi o'rinda. Eslab qoling, iqlim o'zgarishi jahon forumining birinchi o'rindagi muammosi haqida aytib o'tilgan. Pentagon iqlim o'zgarishining milliy xavfsizlikka to'g'ridan-to'g'ri tahdid deb e'lon qilgan. Buni sabablarini yuqoridagi argumentlar bilan batafsil ravishda aytib o'tganmiz. Uchinchi argumentimiz salomatlik va biologik xavflar edi. Birinchi spikerimiz infeksiyalar tarqalishi va viruslar haqida gapirdi. Lancet jurnalida chop etilgan tadqiqotga ko'ra, iqlim o'zgarishi tufayli bezgak va deng virusini tashuvchi chivinlar Ariyali shimoliy yarim sharda 40% ga kengaygan. O'z argumentlarining ustunligi, raqiblarimiz optimizm deyishdi, biz realizm deymiz. Optimizm bu muammoni ko'rmaslik emas, bu muammoni hal qilishga ishonchdir. Raqiblarimiz esa muammoni inkor etish orqali optimist bo'lishmoqchi. Xulosa qilib aytganda, iqlim o'zgarishi bu ertangi kun muammosi emas, bu bugungi kun muammosi. Avstraliya yonmoqda, Afrika quriydi, Osiyo suv ostida qoladi. Va pozitsiyani mutlaq himoya qilaman. Opponent jamoaning pozitsiyasini rad etaman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zim funksional vazifamni tugatdim. Va tayyorlik uchun demak, tayyorsiz? Albatta. Marhamat. Har ko'rganda bir salom, assalomu alaykum hurmatli hakamlar, qaytib hurmatli auditoriya va qadrli operatsiya hurmatli tanqidiy tomonidan vaqt taqdim qilindimi? Tayyor bo'lsangiz sizga 2 daqiqa vaqt ketdi. Rahmat. Sizlarga qaysi manba bu yerdagi sun'iy intellekt nazoratdan chiqishi katta global falokat, ya'ni 3.6%, insoniyat yo'qolishi esa 1.56%, ya'ni insoniyat yo'qolishidagi xavf emaslik sizlarga qaysi manba bizga isbotlab bera oladi? Sizlarga qaysi manba sun'iy intellekt nazoratdan chiqishi katta global falokat 3.6%, insoniyat yo'qolishi esa 1.56% emasligini isbotlab beradi. Biz aynan uni emasligiga to'g'ri tadqiqot topamiz, lekin unga qarshi boshqa tadqiqotlarni misol qilib keltiramiz. Lekin bunga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qilmasligi to'g'risidagi ma'lumotlar bor. Undan ko'ra yuqoriroq xavf haqida gaplashamiz biz. Tadqiqotga demak savolga javob yo'q. Sun'iy intellekt nazoratdan chiqishi savolga javob yo'q. Siz o'z og'zingiz bilan ta'kidladingiz. Bunga yo'q deb aytdingiz. Aynan. Meni ikkinchi savolim shundan iborat bo'ladiki, Avstraliya yonmoqda, Afrika yonmoqda, Avstraliya qurimoqda. Sizning ushbu bog' gaplaringizdagi qaysi manba asos bo'la oladi Avstraliyaning cho'kayotganiga? The World Bank'dagi ma'lumot manba bo'laoladi. Bundan tashqari milliy tadqiqotlarda ham ko'rsatib o'tilgan. Bankirlar borib ko'ryaptiki, Avstraliyaning cho'kayotganini. Yo'q, o'xshagan banklar emas. The World Bank jurnalida The World Bank o'z og'zingiz bilan aytib o'tdi. Bankirlar jurnali emas bu. Tadqiqotlarda eng asosiy data ma'lumotlar bazasi bu. Hisobga ma'lumotlar. Tushunarli, iqlim o'zgarishi, global ism hozirgi iqtisodiy ta'siri. Siz o'zingiz 2020-yildan 2017-yilgacha zamon makon qo'ydingiz. O'zingiz chiqdingiz, xususan men ham chiqargan bo'lsam, butun dunyoni 0.3% ga yangi darajasi baholanyapti. Harorat o'sishi 0.3% ga ta'siri. Bu qanchalik global deyish mumkin? Yaymi butun dunyo bo'yicha atigi 0.3% ga ta'sir qilyapti. Men aynan siz bu savolingizga men yuqorida javob berib ketdim. Biz siklan javob bermaymiz. Biz bir darajaga 150 yil davomida biz ya'ni mutlaq rahmat. Inkor ikkita bo'lsangiz uchun degan 4 daqiqa vaqt ketdi. Avvalambor assalomu alaykum hakamlar hayati, tanqibi, tinglovchilar, bizga qadrli bo'lgan abonent jamoat.
Men Yakuza jamoasining ikkinchi notig'i Komiljon Mirmurodov bo'laman. Bizning bugungi mavzuyimiz iqlim o'zgarishi kelajakka tahdid va bizning pozitsiyamiz inkor. Va men bunda ikki qismga bo'lgan holatda boshlayman. Birinchi qismi albatta rebuttal qilishdan boshlayman. Aparent jamoaning birinchi notig'i keltirishicha, iqlim o'zgarishi hayot uchun tahdid deya ta'kidlab o'tdilar. Va men bunga rebuttal qilish jarayonida hozirgi zamonda insoniyat texnologiya va infratuzilmalar bilan iqlim xavfini minimallashtira oladi. So'nggi 100 yil ichida iqlim bilan bog'liq ofatlar, bo'ron, qurg'oqchilik, suv toshqini sababli o'limlar taxminan 98% kamaygan. Va bunga manba New York Post saytidan olingan. Va yana shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, iqtisodiy zarar past sanaladi. Sababi global isishning hozirgi iqtisodiy ta'siri taxminan 0,3% va ichki mahsulot darajasida baholanadi. Optimistik modellarda esa 2,3 iqtisodiy foyda bo'ladi. Manba Project Syndicate sanaladi. Va iqlim tahdidi insoniyat yo'qolishiga olib kelmaydi deya shuni ta'kidlab o'ta olamanki, Effects of Altruism forum tadqiqotlariga ko'ra 21-asr oxirigacha iqlim o'zgarishi sabab yirik global falokat ehtimoli 0,1% insoniyat yo'qolish xavfi 0,1% sanaladi. Manba EA Forum, sun'iy intellekt, sun'iy ong, biotexnologiya va yadro xavfi esa iqlim xavfidan ancha yuqori sanaladi. Shu bilan birga keyingi argumentlarga to'xtaladigan bo'lsam, iqlim o'zgarishi global iqtisodiyotga zarar keltiradi deb ta'kidlab o'tishdi. Ya'ni 2050-yilga kelib iqlim o'zgarishi global iqtisodiy xaridorlar to'g'ri zarar yetkazadi deb ta'kidlab o'tishdi. Bunga rebuttal qiladigan bo'lsam, iqtisodiy metod tadqiqotlar ko'rsatadiki, global harorat 3 darajaga oshsa ham iqtisodiy zarar ichki mahsulotning 1,9 va 3,1% oralig'ida atrofida bo'ladi. Shunda rahmatlayman. Shuningdek, iqtisodiyot o'sishda davom etadi. London climate spending costs the world more than climate change manbasidan olingan. Va shu bilan birga birinchi jamoaning iqlim o'zgarishi, global falokat va tahdidlar ehtimoli deya ta'kidlab o'tgan so'nggi manbalarga, argumentlarga to'xtalsam, 21-asr oxirigacha iqlim o'zgarishining global falokat ehtimoli 0,51% deya ta'kidlab o'tildi. Effective altruism manbasidan olingan. Va xavf soluvchi texnologik risklar sun'iy ong 3%, 6% gacha bo'ladi. Bu ancha yuqori. Ularning asosiysi bo'lib qolmaydi va bunda foizlar juda ham muhim o'rin tutadi. Va ikkinchi qismga o'tadigan bo'lsam, ya'ni argumentni himoya qilishda uch nuqtamiz ta'kidlab o'tishlaricha, texnologiya va ilm yordamida iqlim o'zgarishi insoniyat uchun tahdid emas. Sababi New York Post tahlillariga to'xtaladigan bo'lsak, texnologiya va ilm yordamida iqlim o'zgarishi inson uchun tahdid emas deb ta'kidlangan va so'nggi 100 yil rahmatlanki bir ichida o'limlar 98% kamaygan. Bu ham manba New York Post'da olingan bo'lib, bu insonlarning texnologik infratuzilmaga moslashuv qobiliyati oshgani bilan izohlanadi va global iqtisodiy o'sish davom etadi va insoniyat texnologik imkoniyatlari bilan iqlim xavfini minimallashtira oladi. Va shuni qo'shimcha tarzda aytib o'tish mumkinki, ba'zi iqtisodiy metod tadqiqotlarda global harorat 3 darajaga oshsa, iqtisodiy zarar global yoki ichki mahsulotning 1,9-3,1 atrofida bo'lishi mumkin. Hatto bu sharoitda ham global iqtisodiyotga o'sishi davom etadi, prognoz qilinadi. Va bunga xulosa keltiradigan bo'lsam, ushbu manbalar va birinchi jamoat fikrlariga qat'iyan rad etgan holda argumentlarni himoya qilaman. Va birinchi jamoani xato savollarga tayyorlayman.